Fayzli xonadonlar turar joy loyihasidan uy xarid qilgan galdagi mijozimizga o'z xonadonining kalitini topshiramiz. Avvalambor assalomu alaykum. Sizga ham Fayzli xonadonlar turar joy loyihasidan xonadon muborak bo'lsin. Demak, siz bizning loyihamizdan subsidiya asosida uy xarid qildingiz, to'g'rimi? Shunday subsidiya asosida. Savol bermoqchi edim, sizda hujjatlarda muammo bo'lmadimi? Hujjatlarda muammo bo'lmadi, kafillarsiz subsidiya asosida 2 xonali uy xarid qildik. Bundan tashqari loyihamizda yana qanday qulayliklari sizga ma'qul bo'ldi? Qulayliklarga kelsak, avtomobil turargohlari, ziloniy zonalari, bolalar o'yingohlari shular ma'qul bo'lib, shu yerdan uy xarid qildik. Yaqinlaringizga ham ushbu loyihadan uy olishni maslahat bergan bo'larmidingiz? Albatta, hammaga loyihadan uy olishni maslahat berardik. Sizga ham yana bir bor muborak bo'lsin, xayrli bo'lsin. Marhamat qilasiz, xarid qilgan uyingizni kalitlarini topshiramiz. Yaxshi kunlaringizga nasib qilsin va albatta ushbu uyni kadastr hujjatlari va uy to'laqonli sizning nomingizga o'tdi. Rahmat.